Odam alayhissalom. Odam atoning yaratilish qissasi Alloh taolo bilan farishtalar orasida bo'lib o'tgan quyidagi so'zlashuvdan boshlanadi. Alloh taolo arsh atrofidagi farishtalarga odam va uning zurriyotini yer yuziga o'zidan xalifa qilib tarqatishini va ular yer yuzida saltanat egasi bo'lajaklarini bayon qildi. Farishtalar bu xabarni eshitib taajjublandilar. Chunki yer yuzida Allohning xalifasi bo'lajak kimsalar samoviy farishtalar kabi o'zaro mehr oqibatli va pokiza yashay olmasliklari aniq edi. Farishtalar o'z Robbilari hikmatidan taajjubga tushdilar va Parvardigorga yuzlanib dedilar: Parvardigoro, yer yuzida turli gunoh ishlarni qilib, fisqu fasodni avj oldiradigan, bir-birini qonini to'kadigan insonlarni yaratasan. Bizlar sening barcha sifatlaringni poklab yod etayapmiz. Seni nomingni yuksaklarga ko'tarib, senga shukronalar aytmoqdamiz-ku. Maloikalar bu bilan yer yuzida xalifa bo'lajak insonlardan o'zlarini afzal va xalifalikka munosib ekanligini namoyon qilmoqchi bo'ldilar. Alloh taolo farishtalarga odam atoni yaratishdagi hikmat va sir asrorlardan bexabar ekanliklarini va ular hali ko'p narsalarni bilmasligini ta'kidladi. Alloh taolo odam atoni yaratgach, yer yuzidagi bor ne'matlardan bahramand bo'lish uchun odamga halol qilingan narsalarning nomlarini, vujudga kelish tarixi va fazilatlarini o'rgatdi. So'ngra maloikalar kamsitgan va ilmu ma'rifatda o'zlarini undan afzal deb bilgan odam atoning ilmi farishtalardan ko'ra ziyoda ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rishlarini iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo farishtalarga yuzlanib, agarda o'zlaringiz o'ylaganingizdek yer yuzida mendan xalifa bo'lishlikka odamdan ko'ra haqliroq bo'lsangizlar, ushbu ne'matlarning nomlarini va fazilatlarini birma-bir aytinglarchi, dedi. Maloikalar javob berishga ojiz qoldilar va o'z Robbilariga uzr aytishdi. Ey Robbimiz, bizlar seni ulug'ligingni, pok nomingni yod etamiz. Sening irodangga e'tirozimiz yo'q. Chunki bizlarda o'zing o'rgatgandan ziyoda ilm yo'q. Sen har bir narsani biluvchi va barcha qilayotgan ishingni hikmatini anglaguvchi zotsan. Shunda Alloh taolo odam atoga xitob qilib: Ey odam, maloikalarga men ulardan so'ragan narsalarimning xabarini yetkazganim, dedi. Odam Parvardigor qanday o'rgatgan bo'lsa, shunday javob qaytardi. Odamni o'zlaridan afzalligiga iqror bo'lishgach, Alloh taolo maloikalarga xitob qildi: Men sizlarga osmon va yerdagi barcha narsalarni, sizlarni oshkora so'zlaringiz u qalbingizdagi maxfiy saqlab yurgan fikrlaringizning hammasini bilurman deb aytmaganmidim? Bu paytda odam balchiqqa o'xshash qora loydan inson shaklida yaratilib, bir necha jarayonlardan o'tib qurigan Alloh unga o'z ruhidan jon ato etgan. U qon go'shtdan iborat, o'z xohishicha harakatlana oladigan, fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan insonga aylangan. Farishtalar bilan yuqoridagi tarzda savol-javob bo'lib o'tgach, Alloh taolo farishtalarni odam atoni hurmatlab, unga bosh egib sajda qilishlikka buyurdi. Bu sajda Allohga qilinadigan ibodat va sig'inishdagi sajdadan tamoman farqli edi. Chunki ibodatdagi sajda yolg'iz Allohning o'zigagina qilinadi. Alloh taoloning amriga binoan barcha farishtalar odam atoni hurmati uchun unga ta'zim bajo keltirib sajda qildilar. Ammo Iblis alayhi la'na
ruh havoga berilib, sarkashlik qildi. Sajda qilishdan bosh tortdi.